3 oyga bormasdan o'zi natija beraverdi. Qoningga virus deb menga qandaydir ukol qilishdi. O'shandan keyin menga 3 kundan keyin oq dog' paydo bo'ldi. Doktordan shifo topmagandan keyin tabibga bordik. Tabibdan shifo topmagandan keyin ilk natijalar sizda qachon ko'rindi? 3 oyga bormasdan o'zi natija beraverdi. Atrofingizdagi insonlarning munosabati sizga qanday bo'ldi, ota? Ular munosabati yaxshi. O'zingiz tortib yurasiz. Конечно, hozir davraga yuzimga dog' yo'q yuribman-a. Nima deyish mumkin? Qomus ishonchli kapsula ekanda. Assalomu alaykum otajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Otajon, o'zingizni tanishtiring. Men Buxoro viloyat, Buxoro tuman Lenin yo'li kolxozidan Barot Samandar Halimovich bo'laman. Keling, oldin oq dog'larni tarixiga qaytsak. Sizda qachon boshlangandi? Bu menga 5 yil oldin boshlangandi. 5 yil oldin boshlandi. Bir ikki joyga borib nima qildim? Shifokorga ko'rindim. Shifo topmadim. Qayerlarga ko'rindingiz? O'zimizni Buxoro viloyat Kojini больницasiga bordim. Keyin bir endi eskilikka ham qaraymiz deb bir tabibga borgan edim. Eskilikka ham bir berilaylik deb. Doktordan shifo topmagandan keyin tabibga bordik. Tabibdan shifo topmagandan keyin kelib bu Olimjonni topib oldik-da. Doktorlar sizga qanday maslahatlar berishgandi? Unda o'shanga menga qoningga virus deb menga qandaydir ukol qilishdi-da o'shaqa. Ukol qilishdi. Ana virusingiz ketdik. O'shandan keyin menga 3 kundan keyin oq dog' paydo bo'ldi. Men doktorga aytsam, "Ha, o'sha virus yuzga chiqdi. O'sha chiqmasa siz og'ir kasal bo'laysiz" dedilar. Menga yana 10 kunlik qilib shu bilan boshlanib ketdi oq dog'. Umuman oq dog'ingiz yo'q edi. Yo'q edi. Tekshiringaningizda qonimga virus bor deyishdi, sizga ukol qilishdi. Natijada sizda oq dog'lar paydo bo'ldi. Shunday bo'ldi-da. Shunday tangadak, ana shu yerga tangadak shunday paydo bo'ldi. 3 kunning ichiga. Shu kun ukol qilgan bo'lsa 3 kunning ichiga menga paydo bo'ldi. Keyin men ko'rsatdim o'sha vrachga. Aytdim, buni qilmasak, siz o'sha qoningizdagi virus ichki organizmni tamomlab og'ir bo'laydi, sharoitingiz dedi, bu chiqib postepенно ketadi dedi. Ketmadi. Ketmadi, naborot yuz olaverdi. Keyin yana qaytib bordim. Ha, ketadi dedi. Tabibga ko'rindik, boshqa qildik. Bo'lmadi. Keyin ana nimani topgandan keyin sekin shifo topyapmiz-da. Kimdan eshitdingiz o'zi qomus kapsulasi haqida? Televizordan nima qo'ygan ekan? Reklama. Keyin men telefon qildim qomus kompaniyasiga. Keyin o'sha yerdan Olimjon Telegram bilan chiqdilar menga. Shu Olimjonning tavsiyasiga qarab qomusni olib iste'mol qilish boshladim. Allohga shukr, ancha shifo topdim. Yaxshi. Masalan, hozir ko'rsatsam, yuzlarimga qolmadi dog'. Dog' qolmadi, yaxshi. Necha foiz tuzaldingiz? Maqtanishga arziydimi hozirgi holatingiz? Конечно, hozir davraga yuzimga dog' yo'q yuribman-a. Avval tortinib, masalan, boshqa qilib davradan endi bir kelinki bu ham vaqtincha, bu ham yaxshi bo'lib ketar. Nima qilib? Yaxshi bo'lar. Hozircha yaxshi. Hozir do'st davraga ish qilib, o'ynab kulib yuribmiz-ku. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz.
Otajon, Qomus kapsulasiga buyurtma berganingizda qandaydir ikkilanish, shubha bo'ldimi? Necha yil davomida davolandim, bo'lmadi, doktorlarga bordim, tabobat qildim dedingiz. Yo'q. Ikkilanish bo'ldimi o'zi? Yo'q, Qomusga nima qilgandan keyin qaytib doktorga bormanman. Mhm. Qomusdan уже qaradimki, shifo bo'libdi, qaytib o'zimizni masalan viloyatga yo boshqa joyga bormadim. Bormadim. Biron joyga borib nima qilganim ko'rsatganim yo'q. Hech nima qilmayman. O'shandan shifolanman, nima qilaman yana boshqa joyga borib. İlk natijalar sizda qachon ko'rindi? 3 oyga bormasdan o'zi natija beraverdi. Tanangizni qaysi qismlarda bordi o'zi ota? Ana shu qo'limga, yuzimga, ana quloqlarim orqasiga bordi. Ana quloqlarim o'zi quloqlarim ham shunday nima edi? Orqalari oq dog' edi. Ana shu yuzim ana hozir ham bilsangiz shunday oq dog'larni nima bor-ku, yo'q-ku hozir. Otajon, o'zi vitiligo, ya'ni oq dog'lar ikki xil turi bo'ladi. Nosegmentar va segmentar. Nosegmentarda agar o'ng qo'lingizga chiqqan bo'lsa, xuddi shu tarzda chap qo'lingizga ham chiqadi. Misol uchun. Segmentarda aksi, sizda qaysi biri bo'ldi? Birinchi ana shu yerimga boshladi. Boshladi. Aytdim, 3 kun shu ukol oldim kojinliga, qonunga virus tushgan deb, 3 kundan keyin menga bu yerga shu tirnoqday dog' paydo bo'ldi. Vrachga kirdim. Bu o'tadi. Aka, nima qilmang, bu chiqmasa ichki organizmni virus tomlaydi, og'ir bo'laydi dedi. Shundan keyin hay dedim. 10 kun licheni oldim. Boshqa keldim. Sekin-sekin shu qo'limga katalashaverdi. Keyin bu qo'limga chiqishni boshladi. Atrofingizdagi insonlarning munosabati sizga qanday bo'ldi ota? Endi hammasi o'zi hechda bor. Ular munosabati yaxshi. O'zingiz tortib yurasiz. O'zingiz tortinasiz. O'zingiz tortinasiz-da uka. Hozir chunki tuzalgansiz, anchagina yaxshisiz. Hech nima o'ylamayman. O'sha davrasiga ham ketaveraman. O'sha to'yiga ham, boshqasiga ham o'ynab kulaveraman. Maqtanishga arzirli holatdasiz hozir. Böyle hozir Xudoga, Allohga shukr, Qomusdan foyda ko'rdim-da. Olimjonni padariga rahmat. Otasiga rahmat, o'shani o'qib shu mani shunday holga ketganim uchun. Otajon, sizga bu oq dog'larga qarshi kurashayotgan insonlar bizni tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin va ularga kamera ortida sizni ko'rib o'tirishibdi hozir. Nimalar degan bo'lardingiz? Nima deyish mumkin? Qomus ishonchli kapsula ekanda. Ishonchli, ishonsa bo'ladi, oq dog'larni yo'qotishi. Qomusdan foydalanib shifokorga o'sha tavsiyasini bersa olganingiz yaxshi foyda ekanda. Oilangiz tomonidan qanday qo'llab-quvvatlashlar bo'ldi? Oling dada deyapti-da. Oling. O'g'lingiz. O'g'lim, qizim ham, ayolim ham, o'g'illarim ham aytibdiki, o'sha kelinlarim ham, Dadjon, oling foydasi bo'lyapti. Ana u safar masalan ular Rossiyaga ishlaydi. Har kelganiga Dadjon har 3 oy keladi. Dadjon sizga ancha o'zgarish bo'lgan. Oling deyapti. Oxirgacha olavering deyapti. Masalan foydasi bo'lmasa ular aytmaydi-yu. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita Qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar Qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Davleniga ham foydasi bor ekan. Menga davleni ham bor edi. Shuni iste'mol qilgandan buyon qachon nerv qilasiz, bir boshqa bir narsa bo'ladi.
Masalan, ekologiya buziladi, boshqa bo'ladi-ku. O'sha bir qiyitdi, boshim og'riydi. Bo'lmasa, oldin davlenidorni ertalab bir ichsam, kechqurun bir ichaydim. O'zi davlenim ham ancha yaxshi. Davleniga ham buni foydasi bor ekanda. Ko'plab dardlarga davo sababi qomus kapsulasining tarkibida tabiiy giyohlar, tabiiy mahsulotlardan tayyorlanadi. Aynan sabab ham mana shunda. Nima deganga yana oshqozonga ham foydasi bor ekan. Oshqozoningizga ham. Oldin bezovta qilarmidi oshqozoningiz? Nima qiladi endi? Nima deydi? Aqva suvidan aniq osh yesangiz, qattiq masalan go'shtli ovqat yesangiz, hid qilib og'rirdi. Hazm qilish. Hazm qilish. Yo tabletka uraydim, yo banaq va yo aqva suvidan ichaydim-da. Hozir shundan buyon ichmayapman. Otajon, qomus kapsulasini yana qanday ijobiy xususiyatlarini ko'rdingiz o'zingizda? Uyquni yaxshi qilar ekan, ishlarni ochar ekan. Yaxshi, ish qilib yaxshi. Xursandmiz ota. Qomusdan roziman-da. Rahmat ota, rahmat. Gap to'g'risi, ana ayolim aytsin. Biza rozi. Olimjonning otasiga rahmat. Bizaga tavsiya qilgani uchun rahmat o'sha. Qomus yaxshi ekan. Otajon, qomus kapsulasini boshqa insonlarga ham tavsiya qilasizmi? Siz kabi oq dog'larga qarshi kurashayotganlar uchun. Men shifo topgandan keyin boshqalar ham shifo topsin deyman. Topsin deyman. Biza tavsiya qilaman. Natijalardan xursandmiz. Asosiysi siz xursandsiz. Men xursandman. Yana aytaman, qomusga, Olimjonga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, yaxshiliklarda va yaxshi kunlarda ko'rishguncha deymiz.